Ko'z yosh. Muallif Bahorim. 11-qism. Senga ajoyib sovg'am bor. Hasan akam bilan birga ishga bordik. Hech kim yo'q. Hamma rahbarimizning uyiga boradi. Nega bu yerga keldik? Yur deya qo'limdan tutib studiyaga suratga olish maydoniga olib bordi. Oq va qizil sharlar bilan bezatilgan ekan. Sen shu yerda o'tir. Buncha chiroyli. Atrofdagi sharlarni tomosha qilarkanman, Hasan akam borib studiyadagi stoliga borib o'tirdi. Tasavvur qil, faqat tasavvur. Yana efirga chiqaring demagina. Xo'p, nima qilmoqchisiz? Hasan akam menga bir qoshini ko'tarib kulib qo'ydi-da, xuddi yangiliklarda qanday gapirsa, shunday gapira boshladi. Hayotim bir tekisda ketayotgan edi. Birdan bittasi hayotimda paydo bo'ldi. Boshida betga choparligi uchun ko'zimga baloday ko'ringandi. Keyin o'sha balocha o'zimning boshimga kelgan baxtim, taqdirim ekan. Unga nisbatan yoqimli hislar tuya boshladim. Hozir u yig'labgina qarshimda o'tiribdi. Gaplarimdan ta'sirlanib, sevgi, hayotim mazmuni, seni sevaman. Kelchi o'zimga. Hasan qo'llarini keng yozdi. Sevgi joyidan turib borib Hasanni quchdi. Men uchun unutilmas sevgi izhori bo'ldi. Unashtirilgan bo'lsak ham aytmagandi sevgisini. Mana bugungi dil izhoridan o'zimdagi xursand bo'ldim. Hasan akam bag'ridan bo'shatib ko'zlarimga termuldi. Sovg'amni berish esdan chiqibdi. Ko'zlaringga termulib. Nima ekan? Hozir shoshmay turgin. Qayerga? Hasan studiyadan chiqib ketdi-da, bir daqiqa o'tmay qaytib keldi. Qo'lida kattakon oq ayiq. Buni qayerda saqladingiz? Xonamda. Men ko'rmadimmi? Shunaqada sovg'alar berkitilib qo'yiladi. Bu sen uchun xuddi o'zingga o'xshagan paxmoq va baqaloq. Ayiqni olib bag'rimga bosdim. Men semizmasman. Bu sovg'alarni javobini kutyapman. Hasan akam ayiqqa qo'shib meni quchdi. Hech qanday javob kutmang. Hammasi uchun rahmat. Endi bora qolaylik. Bitta o'pich va keyin ketamiz. Yuring, baribir unday qilolmayman deya ayig'imni ko'targancha keta boshladim. Eshikka yetib, ortimga qaradim. Hasan akam qo'lini cho'ntagiga solgancha joyida turibdi. Ketdik, aytdim-ku. Hasan aka, mayli, sen boraver. Men bugun ishlayman. Xafa bo'lmang deya ortimga qaytdim. Xo'p, faqat yuzingizdan. Men yuzimdan o'pasan dedim. Sen nima deb o'ylaganding? Hasan akamning kulganidan jahlim chiqdi. Hech nima deb o'ylamadim. Men ketdim deya ayig'imni quchoqlab tashqariga chiqdim-da, mashinaga o'tirdim. Hasan akam o'ylaganimdek ortimdan keldi. Baribir bitta o'pib chiqarsan. O'pmayman dedim. Yuring, tezroq bora qolaylik. Xo'p, o'pma. O'zim o'paman deya Hasan akam kulib qo'ydi-da, mashinani yurg'izdi. Gulxayollarnikiga ham keldik. Deyarli hamma kelib bo'libdi. Ishchi xodimlar hammasi milliy kiyimda. Ular bilan salomlashdik. Ichkaridan Mahmud Jo'rayevich chiqdi. Yaxshi keldinglarmi? Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Biz yaxshi. Atrofga qarab Gulxayoni izladim. U mehmonlarni choy bilan mehmon qilayotgan ekan. Hovliga karavotlar o'rnatilgan, hamma bo'linib o'tirishardi. Gulxayo meni ko'rib jilmaygancha yonimga keldi. Yaxshimisan, kelin xonim? Uni bag'rimga bosdim. Yaxshi, o'zing yaxshimi? Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Gulxayo yonimda turgan Hasan akamga salom berdi. Va alaykum assalom. Temur qani? Uydami? Ha, uyda. Ana, o'zi kelyapti. Yaxshi keldinglarmi? Kiyinib olib, qayerga o'g'lim? Biz gapirmoqchi edik. Mahmud Jo'rayevich bizdan oldin Temurga savol nazariyle qaradi. Ishim bor edi. 1 soatda qaytaman. Ishing bugun shu yerda. Hech qayerga bormaysan. Hech bo'lmasa bugun oilang bilan bo'l. Temur indamadi. Xo'p degandek boshini qimirlatib qo'ydi.
Qani mehmonlarni uyga kirgizinglar. Kelin, Temur. Xo'p bo'ladi dadajon deya Gulhayo bizni uyga taklif qildi. Tashqarida o'tirsak ham bo'lardi. Hasan aka, jim, men u yerda o'tirolmasdim baribir. Hammani o'ylayvermasdan biroz o'zingizni ham o'ylang. Ozroq suhbatlashib chiqamiz. Yaxshi, xo'p. Xo'p. Temur bizga kuydirilgan kalladek irjayib qaradi. Hozirdan xotining o'z yo'rig'iga solib olibdi-ku Hasan. Bu yo'rig'iga solib olish deyilmaydi. Sevgi to'g'ri aytyapti. Bilsang, oilada ayol kishi eriga yelkadosh bo'ladi deyishadi. Xato qilmaslik uchun to'g'ri yo'l ko'rsatadi deyishadi. Hamma ham buni anglolmaydi Temur. Endi Hasan kulib qo'ydi. Bu paytda Gulhayo bizga choy quyib uzatayotgan edi. Yaxshi yuribsizlarmi? Ikkingiz uchun xursandman. Eng to'g'ri tanlov qildingiz. Gulhayo jilmayib bizga choy uzatdi. Bunga albatta to'g'ri yo'l qilishimizga onalarimizni hissasi katta. Biz anglolmagan hislarni ular anglatdi. Hasan akam to'g'ri aytyapti. Onalarimizga rahmat. Gulhayo Temurga choy uzatdi. Ammo sira olay demasdi. Oxiri yoniga zarda aralash qo'yib qo'ydi. Hali ham munosabatlari yaxshilanmabdi-da. Agar Temurning shunaqa xarakteri bo'lsa, yaxshilanishi qiyin. Xayolimda o'ylar ekanman, buni sirtimga chiqarmadim. Temurga ham Alloh insof berib qolar. Hasan, bu qiz mening omonatim. Bu qizga yomon qarama deya aytganlaring bekorga emas ekanda. Temur, bir tarafdan men to'g'ri aytganman, chunki sen o'ylanganding. Qizlarga qarashing yaxshi emas. Hozir ham shunday. Endi xotining bor, oilalisan. Ha, afsuski shunday. Endi xotinim bor. Xotinim. Temur Gulhayoga bir qarab qo'ydi, biroz suhbatlashdik. Suhbatimiz bo'linishga ham ulgurdi. Temurning telefoni jiringlab qoldi. U hozir kelaman deya telefonga javob bergani ketdi. Asalim, bayraming bilan. Hozir bora olmayman. Uyda mehmonlar bor bilasan. Kechga bir amallab uydan chiqaman. Ha, boraman dedim-ku. Temur gaplashar ekan, ortidan kelgan Gulhayoga nima gap degandek qaradi. Gulhayo esa indamay turaverdi. Temurni gaplashib bo'lishini kutdi. Nega ortimdan kelding? Temur telefonni o'chirar ekan, Gulhayoga qosh chimirib qaradi. Sizda gapim bor, shunga. Mehmonlarni yolg'iz qoldirib kelganingga qaraganda gaping muhim. Ular bir juft kabutarlardek bir-biriga termulish bilan ovora. Ular bir-biriga chin dildan oshiq. Men ham senga termulib oshiq bo'lishimni kutmayotgandirsan. Yo'q, sizdan umuman bunday munosabat kutmayapman. Faqatgina sizdan bugun uyda qolishingizni istayapman. Oyijon va dadajonni kamroq xavotirga qo'yishingizni xohlayapman. Siz bilmaysiz-da, sizning telefoningiz o'chiq bo'lsa yoki uyga kech kelsangiz, ularning xavotirini. Shunday ekan, bugun ularni xavotirga qo'ymang. Hech qayerga bormasangiz yaxshi bo'lardi. Yana bugun mehmonlarni oldida meni hijolatga qo'ymang, iltimos. Yaxshi erlik, yaxshi o'g'il rolini o'ynasangiz, men ham, oyijon dadajon ham uyalib qolmaydi mehmonlar oldida. Tugadimi gaplaring? Ha, tugadi. Unda meni ham eshitgin. Qachon bas qilasan yaxshi kelin rolini o'ynashni? Qachon asl yuzingni ko'rsatmoqchisan? Hozir siz bilan bu mavzuda tortishish niyatim yo'q. Gulhayo shunday deya ketayotganda Temur to'xtatdi. Aynan bugun o'sha yuzingni ko'rsatgin. Temur Gulhayoni qo'lidan tortib o'ziga qaratdi. Oradagi masofa yaqinligi sabab Gulhayo bu holatda nima deyishini bilmay hayajoni bosa boshladi. Aynan bugun ota-onam asl yuzingni ko'rsa, shuncha mehmonni oldida sharmanda qilding deya seni haydab solar-a. Temur Gulhayoga yanayam yaqinlashib, battar hayajonga solardi. Sizga gapirish befoyda ekan. Gulhayo qizim, qo'yvoring, ketishim kerak. Temur qo'yvormagach, Gulhayo jahl bilan bir amallab Temurni changaldan chiqib oldi-da, yonidan ketdi. Gulhayoning qaynonasi o'ylaganimdek juda yaxshi,
mehribon ayol ekan. Xursandman. Temur unga qo'pol munosabatda, lekin qaynotasi uni yaxshi qizligini bilib, yaxshi munosabatda. Xursandman. Gulhayoga yordam qilib, mehmonlarga qarashdim. Ruxshona ham keldi. Miriqib suhbatlashdik. Ularni juda sog'ingandim. Birgalashib mehmonlarga ovqat tayyorladik. Gulhayo ikkimiz yolg'iz qolganimizda u menga bir savol berdi. Meni o'ylantirib qo'ygan savol edi. Hasan aka bilan turmush qurayotganingdan xursand bo'ldim. Har holda nomard Boburdan 1000 marotaba yaxshi. Hasan akaga Bobur haqida aytdingmi? Yo'q, aytmadim. Menimcha o'tmishligicha qolgani ma'qul. Ammo aytmaganimdan qo'rqayapman ham. Bir kun kimdandir eshitsa bu haqida xafa bo'lishi aniq. Xafa bo'lishlarini xohlamayman, lekin ayta olmayapman ham Gulhayo. Ha, bu biroz qiyinroq. O'zingdan eshitsa kamroq xafa bo'ladi-da. Aytaman, fursati bo'lishi bilan aytaman. Sevgi, maktab paytlarimizni sog'indim. Bilsang, u paytlar oilaning mas'uliyati nima ekanini bilmay yurardik. Tashvishsiz damlar edi. Hozir har kuni bir azob bilan, qalb og'riq bilan kunni kech qilyapman. Gulhayo gapirar ekan bir nuqtaga qarab qoldi. Temur bilan munosabatlaringiz yomon, shundaymi? Ha, ko'rib turganingdek. Gulhayoni ko'zlarida yosh qalqidi. O'zimning dugona jonim, hammasi yaxshi bo'ladi. Ozroq sabr va hammasi joyiga tushib ketadi. Sabrning tugashi bor. O'sha sabrim tugasa nima qilarkan mana? Bu yerlardan ketarman balki. Yomon niyat qilmagan. Temur ham bir kun tushunib yetadi seni qanchalik yaxshi ekanligingni. Nima bo'lganda ham endi bu yer sening uying, sening oilang. Gulhayo bilan dardlashib, vaqt tushga yaqinlashganini ham sezmay qolibmiz. Ovqatimiz ham pishay deb qoldi. Gulhayo ikkimiz birga tashqariga chiqdik. Suratga olish ishlari boshlanib ketibdi. Dildor shu yerda ham nozlanib hammaga o'zini ko'rsatib, sumalakni qo'zg'ayotgan ekan. Gulhayo qizim, keling. Temur, sen ham kel o'g'lim. Nega ona? Savol bermasdan kelsang-chi. Kelib, sumalakni qo'zg'anglar. Yaxshi niyat aytibgina. Ilohim tezroqgina bizga nabira olib kelishni ham niyat qilib qo'zg'anglar. Gulhayo va Temur qozon boshiga kelib, bir-biriga qarab qo'ydi-da, sumalakni qo'zg'ay boshladi. Mahmud Jo'rayevich shu joyini ham bayram dasturiga qo'shmoqchi bo'lib, operatorga suratga ol dedi. Gulhayo hech kimga ahamiyat bermay sumalakni qo'zg'ab, ichida niyatlarni aytardi. Allohim, o'zing barcha orzularimga yetishishimga yordam bergin. Baxt, oilaviy tinchlik, sog'lik bergin. Yana nimadir deyishni xohladi, ammo uni xayolida ham ayta olmay jimgina Temurga qaradi. Temur esa, Allohim, o'zing menga haqiqiy baxtim bilan baxtli bo'lishimga yordam bergin deya, u ham nimanidir ayta olmay Gulhayoga qaradi. Nigohlar to'qnashuvini operator chiroyli qilib suratga olardi va ikkisi ham ayta olmagan gaplarini bir-biridan nigohlarini uzib niyat qilishdi. Allohim, o'zing shirindan shakar farzandlar bergin. Temur va Gulhayoni shu niyatlari bir xil edi, ammo o'zlari bilmasdi. Nima niyat aytding? Temur jilmayib Sevgi va Hasanni kuzatayotgan Gulhayoni yoniga keldi. Bu aytilmaydi, sir. Agar kimgadir aytsangiz, amalga oshmay qolishi mumkin. Har holda farzand so'ramagandirsan? Deylik so'radim. Sizga buni qizig'i bormi? Deylik, men ham shunday niyat aytdim. Demak, ikkimiz bir xil niyat qilibmiz-da. O'sha farzandni onasi hoynahoy asalingiz bo'lsa kerak. Yo'q, adashding. Gulhayo Temurning gaplarini eshitib, unga qaradi. Adashding, chunki hali o'zim ham bilmayman farzandimning onasi kim bo'lishini. Tushunmadim. Siz rost aytyapsizmi? Asalchi, u bilan shunchaki yuribsizmi? Yoki qizchalariz ko'pligidan farzandingizning onasi kimligini bilmayapsizmi?
Yo'q, sen baribir buni tushunmaysan. Yaxshigina tushundim. Ha mayli, Alloh insof bersin. Aytdim-ku tushunmaysan deya. Mayli, shunday qola qolsin. Nima deb tushunishing ahamiyatsiz. Temurni bunaqa holatda ilk bor ko'rgan Gulhayo g'alati bo'lib ketdi. Indamadi, boshqa savol bermadi. Temur jiddiy qiyofada bir nuqtaga qarab turardi. Nimalarnidir o'ylagan, o'ychan. Gulhayo Temurni tashvishsiz, faqat xayolida o'yin kulgu deb o'ylardi. Ammo hozirgi holatini ko'rib, xayollari chalkashdi. Mahmud Jo'rayevich bayram dasturiga 3-4 ta san'atkor ham taklif qilgandi. Ular chiroyli qo'shiqlar kuylashdi. Meni chiqishim ham hayajonli bo'ldi. Hasan akam bilan birga chiqqandik. Temur, sen ham bayram dasturida ishtirok etsang bo'lardi. Muxlislaring so'rashyapti. Muxlis qizlarim so'ragan bo'lsa, albatta chiqaman. Temur Gulhayoga qarab qaddini tik tutib gapirardi. Xuddiki, ko'rib qo'y, muxlislarim bor meni yoqtiradigan, ishimni yaxshi eplaganim uchun degandek. Gulhayoni Temur bugun rosa hayratga solayotgan edi. U bilmagan xislatlari talaygina ekan. Qoyil, ishida yaxshi yigitga aylanib qolarkan. Temur ravon va tutilmay gapirardi. Hozir ko'rayotgan Temur umuman boshqa insondek ko'rindi Gulhayoni ko'ziga. Ha Gulhayo, Temur akangdan ko'z uzolmay qolding. To'g'risi, men ham hayratda qolgandim. Hayotda boshqa, ishda boshqa ekan ering. Ha, boshqacha. Gulhayo siniqqina jilmayib qo'ydi. Temur muhim ishni bajarib kelgandek Gulhayoni yoniga kelib o'tirdi. Sizni maqtashim uchun yonimga o'tirdingizmi? Maqtovga loyiq ish qildim. Doim shunday qilsangiz edi. Aslida shundayman. Odamiga qarab muomala qilaman deya Temur Gulhayoga qaradi. Gulhayo ham Temurga doimgidek ko'zida qalqigan ko'z yoshlari ila qarab, endi gapirmoqchi edi. Oyisi chaqirib qoldi. O'zining ota-onasi ham kelishgandi. Shu bilan Gulhayoni aytar so'zi aytilmay qoldi. Aytsa ham Temurga foydasiz deb o'yladi. Baribir ishonmaydi. Bayram dasturiga olayotgan ko'rinishlarimiz juda ajoyib edi. Ayniqsa Hasan akam bilan birga chiqayotganim undan ham yaxshi bo'lgandi. Tush vaqti bo'lib tushlik qildik. Mirqab suhbatlashdik ham. Peshin payti bo'lib hamma namozini o'qish uchun tahorat ola boshladi. Meni hayron qoldirgan narsa Hasan akamning namoz o'qishga tayyorgarlik ko'rayotgani edi. Shu paytgacha yonida yurib namoz o'qishni bilmagan ekanman. Ayvonchada erkaklar, ichkarida ayollar namozini o'qishdi. Hasan akamga qarar ekanman, shunday solih yor ato qilganidan Allohimga shukrlar aytdim. Hasan akam namozini o'qib yonimga keldi. Nima bo'ldi? Nega unaqa qarayapsan? Mushukchalardek. Sizni namoz o'qishingizni bilmas ekanman. Rostdanmi? Ha, hozir ko'rib quvondim. Nahotki sezmagan bo'lsang, har jumada masjidga borsam, peshin asr vaqtlari ham namoz o'qirdim. Ishdami? Ha, maxsus xona bor. Sen albatta buni bilmaysan, chunki namoz o'qimaysan-da. Nega o'zi namoz o'qimaysan? Ba'zi sabablarim bor. Hasan akamga gapirar ekanman, o'zimdan uyalib ketdim. Oilamizda oyim, singillarim namoz o'qishadi. Hozir o'ylab qoldim, nega men o'qimayman? Ba'zi sabablar emas, bu dangasalik. Dangasalik qilmasdan namozni boshlagin. Men sen bilan jannatlarda birga bo'lmoqchiman. Xo'p, albatta, boshlayman. Jilmayib qo'ydim. Bayram dasturini kechgacha suratga oldik. Albatta bu kun men uchun unutilmas kunlardan biri bo'lyapti. Kechga ko'p mehmonlar ketishdi. Asosiy mehmonlar yotib qoladigan bo'lishdi. Ruxshona va erini ham ketkizmadim. Bugun kecha suhbatlashib chiqamiz deya. Axir yana bunday kun yana qachon bo'ladi bilmayman. Shunga olib qoldim. Gulhayo shom namozini o'qib qarasa, Temur kelibdi. Xuddi uni kutib turgandek unga qarab o'tirardi. Nima bo'ldi? Men hozir ketyapman. Sen men yo'qligimni bildirmay turishing kerak. Zino tomon yugurmasdan biror foydali ish bilan shug'ullansangiz bo'lardi.
Masalan, namoz o'qib, sen menga aqllilik qilmasdan aytganimni qil. O'zim bilaman nima qilishni. O'zingizga o'zingiz javob bering. Men sizni enagangizmasman. Tiling burro asabimga tegyapsan. Yoki kaltak yeging keldimi? Kaltak deysizmi? Bilsangiz, har kuni kaltaklaysiz achchiq tuhmatli gaplaringiz bilan. Kaltak deydi-ya. Gulhayo, bir marta yordam bersang o'lib qolmaysan. Xo'p, hozir soat 19:32, 20:32 da uyda bo'ling. Endi shart qo'yishing yetmay turgandi. O'zingiz bilasiz, men unda dadajonga borib aytay, o'g'lingiz siz bilan choy ustida suhbatlashmoqchi ekan deya. To'xta, mayli, 1 soatda qaytaman. Sen yo'qligimni sezdirmay tursang bo'lgani. 11-qism tugadi. Davomi bor. Hikoya haqidagi fikrlaringizni kommentariyada yozib o'tib keting. Fikringiz biz uchun muhim. Siz aktiv bo'lib, like bossangiz, fikr bildirsangiz, hikoya davomi tezroq chiqadi. Bizga obuna bo'lishni ham unutmang.